Shatunni palsi qisilib chiqdi. Ko'rgan o'zinglar, zajir bor. Mana ko'rdingizlar. Shatun shu holatda qolsa bo'ladimi, qolsa bo'lmaydimi? Palsini ham ko'rishingiz mumkin. Chiziq. Bu tomondagi emasda, chizig'i bor. Bundan tayyor bo'lib qoldi. Yangi porshn, yangi gilza. Endi bitta ish qolyapti. Faqat головкani pritirka qilib, salligini almashtirib taqamiz. Mana eskisi. Zagir tushgan mana qo'lga ilinyapti. Endi kamerada qanaqa ko'rinyapti bilmayman, mana. Porshni holati.